Do'stlar, hammaga salom onatim. Kompot yangi joyga kelibsizlar do'stlar. Juda ham xursandki holatda, juda ham vaqtli turib oldim, chunki men ish qilishim kerak, nima tekshirib olishim kerak. Hozir o'sram birdan so'rab ko'raychi, ishga chiqamanmi bugun yo'qmi? Chunki уже bir haftadan beri chiqmayapman. Soat ertalabki 9 bo'pti. Qani, merga telefon qilib ko'raychi. Tak. Ana oldi. Alo, mer, salom, yaxshimisan? Qapon, salom. Mer, men ishga chiqishim kerakmi bugun yoki yana jigaring qishloq ishlayaptimi? Yo'q, qapon, jigaring qishloq yana bugun uyib keldi. Men qapon to'g'ri ishlasam bo'ladimi? Shunaqa degan nimaga unaqa qilayotgan ekan o'zi? Bilmadim, kapot nimaga unaqa qilyapti, lekin aytdiki menga pul kerak emas, hammasini kapotga beravergan. Shunaqa so'roqchi edim, oylik menga berasanmi yo'qmi deb. Kapot senga beraveraman, jigaring qishloq, nimaga san o'rniga ishlayaptim, men shuni tushunmayapman degan. Kapot senga yordam beryaptimi, lekin pulni olmayman tortiq axir. Bilmadim, mer bo'pti, rahmat senga kattakon, qani ko'raychi. Do'stlar, hammasini eshitganinglarda bugun yana men ishga chiqmayman. Bir haftadan beri men ishga chiqmayapman, chunki jigaring qishloqim meni o'rnimga ishlayapti. U pulsiz ishlayapti. Nimaga ishlayapti? Ishlagisi kelyapti. Men zerikib ketyapman bir haftadan beri do'stlar. O'sha ishga chiqmayapman. Просто faqat pul uchun emas, zerikmaslik uchun sizlarga video olish uchun ham ishga chiqardim men. Hozir jigaring qishloqim meni o'rnimga ishlayapti, lekin oylik hammasi menga qanaqadir g'alati bo'lyapti. Axir jigaring qishloqning o'zining ishi bor-ku, chiqib ko'rlik ishlayotganmikan hozir yo'qmikan? Rostram o'zining ishi bor-ku, dehqonlik xohlab qo'yganmikan jigaring qishloqi? Bir haftadan beri o'sha meni o'rnimni egallayapti. O'zim zerikib o'tiribman uyda. Qani chiqib ko'rlikchi do'stlar, nima qilayotganingiz jigaring qishloqi? Ana jigaring qishloqi. Hozir kartoshka bu yoqqa ekishim kerak, sabzi bu yoqqa ekishim kerak. Ana o'shani ko'rmaydi. Nima deyapti? Sabzi ekishim kerak deydimi? Qani yoniga borib ko'rlikchi. O'zi hali bitta ham narsa olmabdi. Balkim yordamlashib olish kerakmi? Hali narsa olmabdi, ekmabdi, hali ko'p ish bor ekan. Balkim yordamlashib olaman. Qani yoniga borib ko'rlikchi. Nimaga o'zi meni ishga qo'ymayapti? Qab keling narsalar olamiz, ketdi endi. Tak. Jigaring qishloq salom. Salom. Kapot motorga qo'yasan. Sen yordamlashmoqchiman. Nimaga meni o'rnimni egallayapsan? Yo'q, kapot hech qanaqa yordam kerak emas. O'zim hammasini qilaman. Sen dam olavering, kapot. Yo'q, dam olging kelmayapti, men senga yordam bergim kelyapti. Kapot, sekin. Sen uyga yo'q kapot emas. Sen o'sha kasal edi, tushunsan, yordam beraman. Mana ismini chiqarib ko'raman. Tomonga oryapti, ovozi o'zgarib qolibdi. Yo'q, qishloqim unaqa emas. Men kasal emasman, ishlayim kelyapti. Meni ishim oxir zerikibman. Kapot, sen yotib turavergan. Bir ruxsat so'raganman, bugun seni ham almashtirib turaman ishga. Bemalol uyda yotsang bo'ladi. Kapot, yordam beraman senga axir. Qishloqim, men ham ishlayim kelyapti-ku axir. Nimaga o'rnimni egallab olding? Bir haftadan beri o'sha. Kapot, yotib ishlayim kelyapti, meni просто holingda. Qanaqadir g'alati cho'chib ketdimmi? Kelganimga do'stlar qanaqadir g'alati bo'lyapti, lekin qishloqqa yordam so'ramayapti. Axir meni ishim oliyam olmayapti. Вообще g'alati. Вообще bitta dona narsa olishga ham ruxsat bermayapti. Mana qaranglar, yuribdi, qatta durmayli, kuzatib ko'rlikchi, keyin nima bo'lar ekan? Oxirida ko'ramiz. Уже 3 soatdan beri kuzatyapman. Qaranglar, hali ham ushlab turibdi. Aneti narsalarni уже uzib, urajay olib, ekkan aboti narsani umuman tegman. Men bog'da narsani umuman tegani yo'q. O'sha 3 soatdan beri shu yerda 10-15 minutda qiladi ishchi. Lekin bu 3 soatdan beri aylanib yuribdi. Menda bitta fikr paydo bo'ldi. Hozir uni qanaqa qilib haydashi. Hozir men bitta telefon qilib olay. Juda ham zo'r bo'ladi. Hozir chalg'ataman, keyin ko'ramiz nima bo'layotgani ko'z bog'larimda. Hozir telefon qilib jigaring qishloqiga. Salom jigaring qishloqi. Salom kimsan? Men siyoh rangli qishloqiman. Meni uyimga tez kelgan bitta zo'r narsa bor. Yo'q, hozir mashina o'tirib sar uyga keromiy vazir siyoh rangli qishloqi. Yo'q, ne unaqa qilasan? Kelgan domla iltimos. Ishlayapman-ku axir men. Agar kelmasang bo'ldi, o'sha o'rtoqmasmiz. Ammo unaqa qilmagan siyoh rangli qishloqi. Bo'ldi, o'rtoqmasmiz. Zo'r bo'ldi sizlar. Ammo o'rtoqmiz qo'qir siyoh rangli qishloq bilan nima chaqiryapti? Hozir tez borib keling, moddiy ishtimolmasini ish qilib. Siz borib kelaman, keyin yo'q kelaman. Shuni bo'lmaydi, hozir hamma narsa bo'ladi do'stlar. Nima qilayotganini tekshirib ko'ramiz. Davay, bu bog'larda nima bo'layotganini
ekan. Bu yerda hech narsa yo'q axir. Nima qilyapti ekan bo'lmasa bu yerda? Balkim bu yerda nimadir bor, sirli narsalar bor va bu yerda sirli joylar bor, sirli tunnellar bor yoki bilmadim nima qilyapti o'zi tushunmayapman. Mana bu yerda kartoshkalar, hech nima yo'q axir bu yerda. Mana bu yerda balki nimadir bekitib qo'ygan ekan ichiga. Rostdan nimadir bekityapti, shu qishloq prosta bunaqa qilmaydi-ku. Mana bu yerda hech narsa bu yo'q, lekin nima bo'lishi mumkin do'stlar? Nimaga bu yerda 3 soatdan beri yuribdi? Obbo, mana buni bo'lsa o'zim hammasini to'g'rilab qo'yishim kerak-ku axir degan qishloq kelishdan. Hozir buni ham to'g'rilab qo'yamiz. Obbo do'stlar, endi hozir buni bosib qo'ydim. Mana buni hozir to'g'rilab qo'yishim kerak. Qani matematikam. Xo'p, davay matematikam olib tezroq to'g'rilab qo'yishim kerak. Hech nima bo'lmaganini bilish kerak. Nega tushunmadim. Nimaga bu yer olinmayapti axir? Oddiy yer-ku, nimaga matematikada olinmayapti, to'g'rilamayapti? Obbo, o'zim qo'limni olib tashlayman. Nima? Tushunmadim. Stop. Bilaman siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoyingizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Nimasi bu shuncha sandiqlar? Nima rosa kelsin sandiqmi? Mana bog'larimni tagida bo'laman qo'yapti. Qanaqa qilib bunaqa bo'lishi mumkin? Mana mashina bekitayotganmi? Qanaqa pastga tushib ko'rsam ularkin ham. Obbo, men suvdan tushib ko'raman. Davay, sekin men suvdan tushib ko'ramiz. Do'stlar, shuncha sandiqlar bekitayotgan ekan. Kimniki ekan? Jigaring qishloqniki ekan bu bekitayotgan? Qanaqa qilib shuncha sandiq bo'lishi mumkin? Voy, nima bu ochko'rlik o'zi nimalar bor ekan hozir? Balkim bu bog'lan tagida ham sandiqlar bordir. Yo'q, faqat o'sha bog'lan tagida bor ekan, lekin baribir shuncha ko'p qancha sandiq ichida nima bor ekan? Hozir tekshirib ko'ramiz. Ichida qimmatbaho narsa bo'lsa yoki ichida hech narsa bo'lmasa mayli, farqi o'zi kimniki ekan? Jigaring qishloqim ekan. Hozir kesinli hammasini so'rab olamiz. Mana bog'larimning tagida nima qilayotgan ekan? Mana buni qorayli shuncha sandiq. Qani bo'lmasa bittasini ochib ko'raylik, nima bor ekan bu? Nima? Nechta stak izumrud? Voy, mamoni qorayli qancha bu izumrudli shuncha misol bo'ladi balkim. Bu rang-barangli go'lim. Men ismini o'g'irlamayman, yaxshiman. Mana go'lim qorayli rang-barangli go'lim. Shuncha ham bo'ladi. Men shuncha izumrud, shunaqa go'lim, hamma narsalar bo'lsa kerak ichida. Yana nomeri bor ekan. Hozir yana bitta sandiq ochib ko'raylik, balkim o'tda qimmatbaho narsa bordir. Olmosni bronya. Voy do'stlar, olmosni bronya. Qattam bunaqa narsalar bo'lishi mumkin bu sandiqlarda kimniki o'zi? Jigaringni qishloqim ekan. Mana sandiqlarimga tegma, nima qilyapsan? Sani sandiqlaringmi? Jigaring qishloqi qattam muncha sandiq. Kapot tepaga chiq, tezroq tepaga chiq, nima deyapsan? Kapot. Hozir hammasini tushuntirib berasan deymanga, albatta deb chiqaman. Qanaqa qilib mana sandiqlarimga tegma deyapti. Demak, jigaring qishloqning sandiqlari. Lekin qattam bunaqa narsalar bo'lishi mumkin. Oddiy qishloq, jechilku axir. Qishloq hammasini tushuntirib ber. Kapot nima qilyapsan? O'tdi mana sandiqlarim emas, bularga qattam paydo bo'lib qoldi. Mani sandiqlarim deding-ku axir. Endi hammasini menga tushuntirib berasan. Qattan sandiqlar qimmatbaho narsalar. Kapot hech kim yetmaysan faqat. Yo'q, hech kim yetmagan. Qanaqa qilib bunaqa sandiqlar bo'lishi mumkin? Menga tushuntirib bergin. Shuncha izumrud. Kapot rosa hech kim yetmaysan. Hozir senga hammasini tushuntirib beraman. Kapot rosa meniki. To'xta, buni ochib ko'raylik. Nima? Rang-barangli set. Bo'ldi, kapot iltimos ochmang, boshqalarni ochmang. Kapot iltimos. Qanaqa qilib sandiqlar bo'lishi mumkin? Rang-barangli set yana. Kapot, hech kim kerak emas edi o'zsanga buni axir. Qishloqqa bo'ldi, menga yetib berasan. Уже san tushding. Men buni qaragan shuncha narsalar bo'lishi mumkin, shuncha qimmatbaho narsalar. Yana nimadirlar bordir. Kapot, men senga yetib beraman. Merosdan qoladi buvimnikidan. Menga merosga qoldirib ketishdi buvim. Nima? Merosga buving qoldirib ketdi? Nima deyapsan o'zi? To'g'risini ayt menga, qanaqa meros? Kapot, prosta men o'zim ishlab pul topdim. Kapot
hamma narsa sotib oldim. Mana aldamaga iltimos to'g'risini aytgan qishloqimni ishlab shuni topasa bo'lmaydi. Xullas kapon va o'rmonda yuruvdim, o'rmonda qanadir qasr topib oldim. Tashlab ketilgan qasr ekan. Bittijiga kirsam shuncha sandiqlar ichida juda ham qimmatbaho narsalar. Shu tashlab ketilgan qasr ichida juda ham qimmatbaho narsalar bor ekan. Hammasini o'zimga oldim. Keyin bog'lardagi bitib qo'ydim, hech kim topamaslik uchun. Oho, eshitganim qanaqadir tashlab ketilgan qasr rostdan shumikin ham. Kapon, lekin bog'larimdagida san nimaga bekitasan? Barobar bog'larimdagida qishloqni ko'rib qolsa xabar so'raydi. Xullas hech kim topmasligi uchun yeridagida himoyalangan to'g'rimi kapon? Men topib oldim-ku, qanaqadir seyfga bekitib qo'ysa nima bo'lardi yeridagida bularni? Men qilishim bilmayman-ku kapon, seyflar nimani olsan, oddiy qishloqman-ku. Bo'pti, senga hozir yordamlashaveraman-da. Shuncha qimmatbaho narsalar bor, seyf sotib olsa bo'ladi-yu axir. Juda ham himoyalangan seyf. Kapon yordam bersang yaxshi bo'lardi, lekin bekitib qo'ysam juda ham zo'r bo'lardi. Kim topolmasa shuncha narsa topib oldim kapon. Bo'ldi, qishloqim mana shu narsalarni hozir shuncha izimtlaring bor, seyf sotib olamiz, juda ham gigantik himoyalangan ejigi narsalar bekitib qo'yamiz. Ana bo'ldi, qishloqqa hamma narsalarni bekitib qo'ydik. Kapon bo'ldi, rahmat senga hozir bekitib qo'yish kerak endi mana. Hech ham ko'rib qolish kerak emas. Hozir bilan yopib oling, lekin rahmat kapon senga shuncha yordam berding, menga gigantik seyf olib berding. Bo'ldi, qishloqqa shuncha qoyil qoldim, lekin mana senga sovg'a kapon, menga yordam berganing uchun. Nima hammasi menga shu mangami rang-barangli zumrud? Kapon, hammasi senga buni. Rahmat senga, lekin qishloqqa bo'pti, yaxshi dam ol, men ketdim. Mana shu yaxshilab bekitib qo'ying, hech kim topolmasin. Rahmat senga, lekin shuncha narsa berdi do'stlar. Endi boy bo'ldim, mana qaranglar. Bitta stak pul berdi, lucky blok berdi. Mana rang-barangli izimrud. Shuncha pullarni qaranglar. Oho, shuncha pul ko'p narsa sotib olsa bo'ladi. Menga ikkita lucky blok berdi. 80% yaxshi narsa tushadi. Dinamit kerak emas hozir menga. Bo'pti, lekin qira tushdi. Juda ham uron kam bo'lsa ham juda ham chiroyli va juda ham kerakli. Mana rang-barangli izimrud juda ham qimmat, juda ham noyob, lekin bu izimrud. Oho do'stlar, mana bog'larimdagi shuncha sandiqlar bor ekan. Bo'pti, like bosib, no'sizdan chiqmasdan keyingi joyimda kuzatishga davom etinglar. Hammaga xayr.